35 ming dollar turadigan mashinani olish uchun sizlarga qancha tilla kerak bo'ladi? Hozir birgalikda bilib olamiz. Bugun biz Leapmotor Alayski filialidamiz va orqamda turgan mashinalar va undan tashqari boshqa modellarni necha pul turishini va tillada necha gram kerak bo'lishini birgalikda bilib olamiz. Eldor aka, bu modelimiz necha pul turadi? Leapmotor Sion 1 gibrid bo'ladi, narxi 380 million. 330 gram 585 probada 330 gram tilla kerak bo'ladi. Bu rasmiy mashinamizda necha pul turadi aka? Xo'p, bu rasmiy mashinamiz emas, bu nomi Gakayon V, narxi 378 million. Boshdan unaqa zo'r tushunmayman. 378 million bo'lsa, shunda 328 gram tilla kerak bo'lar ekan. Eldor akamning o'zlarini mashinalari ham Leapmotor akam. Eldor aka, necha pul turadi bu mashinangiz? Bu Leapmotor C01, narxi 345 million. 345 million, rovno 300 gram. Rovno 300 gram 585 probada bo'lsa, Eldor akamga o'xshab, mana shunaqa zo'r mashinada yurasiz. Avtosalondagi eng qimmat mashina deb aytdingiz buni. Narxi 425 million. 35 ming dollarlar atrofida. Da. Modeli Leapmotor C16. C16 35 ming dollar. 366 gram 585 proba tillali yoki Rolex GMT 2 Master Batman soati bo'lsa, Skupka Zolotuzga olib kelib topshirib, mana shu mashinani haydab olib chiqib ketsa bo'ladi.